Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Ultimate Royalni qanday oson olish va tez olishni o'rganamiz. Bizani birinchi qiladigan ishimiz tilimizni o'zgartirishimiz kerak. Birinchiga Hindistonni qo'yamiz. Ikkinchisiga esa oxirdan ikkinchisini qo'yamiz. Nimaga aynan shu tildan qo'yganimni hozir tushuntirib beraman. Mana ko'rishingiz mumkin, jigarlar o'sha birinchi zonada 22 ta odam qolyapti. Bu serverda rang ko'tarayotgan odamlar kam bo'lgani sababli o'yin juda tez tamom bo'lyapti va bu degani o'yinga kirgandan keyin bemalol plyus olib chiqib ketishlar mumkin. Ikkinchi kerak bo'ladigan narsa bu bizga komanda kerak bo'ladi. Iloji boricha yaxshi o'yinchilarni topinglar. Uchinchi o'rinda bizga kerak bo'ladigan narsa bu Trabash, Saga va S18 ana shunga o'xshagan orujalarda o'ynash. Bu degani Blижniga yaxshi va orujalar. Agar tez zavol olishni xohlasangiz, sizlarga maslahatim shoshilmasdan o'ynanglar, komanda bilan o'ynanglar. Zavol olish uchun kuniga 24 ket o'ynash shart emas. Kuniga 50 plus 60 plus o'ynasa, bemalol 2 oyda ichida zavol olishingiz mumkin. Bu men YouTube kanalimda birinchi videom. Agar xatolar bo'lsa, uzr so'rayman. Like, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Bu menga katta motivatsiya bo'ladi. Hammaga rahmat.